Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun chesno ekishni boshladik. O'sha Dunganskiy degan Qirg'iziston urug'idan ekyapman. Mana eng katta bo'lganlari mana har biri 20 grammdan chiqdi. Tarozga ham qo'yib ko'rdim. Katta bo'lar ekan. Bu eng kattalari. Buni ichida mana o'rtachalari bor. Mana o'zi ko'karishdi. Ko'kare deb qopti. Endi xudo xolasa mana shu Dunganskiydan ekmoqchiman. Endi joy oz o'zi 2 soti ortiqroq joy. Shuning uchun mana oddiy toldin o'dasini har 12 santimetrga chizib oldim. Mana shunaqa qilib, har 12 santimetrga ekaman. O'shanda orasi 10 santimetr qoladi. Mana bu oraliq bir 10 santimetrcha qolar ekan. 10-12 qolar ekan ora. Shuning uchun hozir mana 50 santimetrga agatib olganman. Har 50 santimetrga agatni olib turib pishta olingan. Mana endi buni mana bunday qilib qo'yib olgan, o'rtaga qo'yib olganimdan keyin o'sha u betiga ham, bu betiga ham o'sha ekadigan joy tayin bo'ladi. Mana o'sha chizig'i bo'yicha ekib ketilaveradi. Matablokda haydatdi yerdi. Amapos solindi. Biagumus solindi. Mana 1-2 santimetr turpoq tushib qolyapti, 3 tarafiga ko'milib qolyapti, 1 santimetr. O'sha Maksim degan doriga dorilab olindi. Tomir kasalligiga qarshi Maksim. Endi o't chiqarmaslik uchun ekib bo'lganimizdan keyin yerga o'sha Stom degan dori bor. O'sha Stom degan doridan sepamiz. O't bosmaydi chesnoyni. Sarimsoq yo'q. Chesnoy deb o'rganib qolganmiz. Ko'pchilik hozir sarimsoq desiz tushunmaganlar ham bo'lishi mumkin, chunki chesnok deb o'rganib qolingan. Mana o'sha nodani chizib olgandan keyin o'sha orasi keng, tor bo'lib qolmasligi uchun chizib olganman. Bu usulni kartoshka ekishda ham qo'llaganman. Ikki soat doriga, Maksim degan doriga o't qo'ydim.
agar kaltakda qiynalmayman deganlar shu o'sha o'zi kichikroq bir 10 santimetrcha mana shunday qilib mana shu panja orasini o'lchab olgan bo'lsa, mana shunday qilib 2 ketaveradi. 10-12 santimetr mana shu oraliq bo'lsa. Endi agar yo bitta razmerda chiqsin deganlarga mana shunaqa nodani santimetrga qo'yib chizib olsa yana ham yaxshi bo'ladi. Endi katta gektarlarda bunaqa qilib o'tirsa vaqt ketib qoladi. Tomorqalarda bu usulni ishlatish mumkin, chunki tomorqalarda oz nimasi bo'ladi, oz ekiladi. Po'chaqlari ham doriga 2 soat o'tib qo'yganimiz uchun chiqib ketyapti. Ana. Dunganskiy bu katta bo'lar ekan. Juda eksportga zo'r bo'lar ekan. Hozir Rossiyaga ham eksport qilishyapti. Bizi hali bozorlarimizda Dunganskiy ko'paygan yo'q hali. Endi bozorga chiqish ham boshlaydi. Xudo xolasa ko'paytirishyapti bu sarimsoqni. Sentneri ko'p ekanda buni o'zi. Buni dona nimasi katta bo'lgandan keyin mana urug'ni mana tarozga qo'yib ko'rdim, 20 grammdan chiqdi. Har bir bitta bo'lagi. Mana endi keyingi jarayonlarni ham bir ko'rsatib boramiz.